Assalomu alaykum do'stlar, mana avtosalonimizga kirib kelyapmiz. Xudo xolasa bugungi kungi ish faoliyatimizni boshlaymiz. Sizlar bilan bir qator halol narsaga, hattoki o'zimni toychog'imga o'xshagan mashinalarni ham bo'lib to'lash imkoniyatlarini bayram sovg'asi sifatida qabul qilasizlar do'stlar. Ketdik, davom etamiz. Lokatsiyani bir qator eslatib o'tamiz do'stlar. Ipodromdan Qo'yliqqa qarab yurganingizda mashina bozoriga yetmasdan ikkinchi metro bekatdan o'tishingiz bilan bizlarning 5 qavatli shaxmatli binomiz Avtocentr avtosaloni siz azizlarni barchangizni qarshi oladi. Avtosalonimizga kirib kelishingiz bilan do'stlar, bizlarning Donfin pavilyonimiz qarshi oladi sizlarni. Avtosalonimizda siz azizlar uchun mana bayram archalari ham bezab qo'yilgan. Kelib bemalol barcha avtomashinalarimizni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Donfin modellarimiz rasman O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan. Xolasangiz Donfin Ailus Shine modellarimiz 1.5 turbinaligi, xolasangiz atmosferlarni ham bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari Ailus Shine GS modelimiz ham realni sotuvda mavjud. Kelib bir kunda bitta pasport bilan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Har bitta modelimizga bonus chegirmalarni hammasini qilib beramiz. Ancha vaqtdan beri video qo'ymay to'xtab qolganingiz uchun Xudo xolasa mana bir qator tanishtirib o'tyapmiz. Navbatdagi avtomashinamiz Donfin Ailus L6, ya'ni mech modelimiz bo'ladi. Buni ham xolasangiz 1 oy avval to'lab qo'ysangiz, skidka bonuslari bor do'stlar. Undan tashqari bu tomondagi toychog'imizni ham bir qator ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Xolasangiz Ultra, xolasangiz Max. Hozirgi kunda trenddagi modellarimizdan Donfin Epi 008 modeli bo'ladi do'stlar. 7 talik o'rindiqdan iborat. Tashqi ko'rinishiga o'zingizlar bir qator baho berib qo'yasizlar. Men salon interyerini bir qator ko'rsatmoqchiman. Xo'p. Kulrangga qora salonligi. Oldi ikkala o'rindiqlarimizda massajlari bor. Multifunksiyonalni rol, 360 kamera, Face ID'lari ham bor. Simsiz quvvatlash. Xullas polni full komplektatsiyada do'stlar. Sotuvda mavjud. Bugun kirib keldi. Xohlaganingizcha, xolasangiz qora, xolasangiz oq, xolasangiz kulrang, xolasangiz yashil 5 xil ranglari bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Rasman O'zbekistonda ishlayotgan 212 T01 modelimizni ham 1 oy avval to'lab qo'ysangiz chiroyli bonus chegirmalari bilan qilib beramiz do'stlar. Xolasangiz bir kunda kelib naqd pulga ham xarid qilsangiz bo'ladi, faqatgina chegirma berilmaydi. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Donfin Ailus L7 modelimiz. Bu o'sha LCT bo'yicha 2000 km bitta quvvatlangan zaryadka polni bak bilan berilgan. Buni boshqa gibrid modellarga qaraganda ustunlik jihati ushbu toychog'imizda sovutish tizimi, turbinalarni sovutib turuvchi qurilmasi bor. Shuni hisobiga ko'p yuradi. O'zbekiston sharoitiga realni 1.500-1600 km bemalol yurib bera oladi do'stlar. Xolasangiz Jetor modellarimizni barchasiga, xolasangiz naqd, xolasangiz nasiya savdolarimiz 100% ochiq do'stlar. Jetor Dashin desmi, xolasangiz ana Honda 2005. Endi ular naqd yoki bank varianti qilsangiz bo'ladi. Jetor modellarimizni xolasangiz naqd pulga oling, chiroyli chegirma bonuslari siz azizlarni kutib turibdi. Bu imkoniyatdan bayram oldi foydalanib qolish kerak do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Donfin Epi 007 modeli bo'ladi. Ushbu modelimiz 100% elektrokar va xolasangiz gibrid modeli ham mavjud. Gibridi 320 million so'm narx baholangan bugungi kunda. 100% elektromobilligi 340 million so'm. Sizga aynan qaysi toychog'imizdan kerak? Kommentariyada fikringizni qoldiring albatta. Xabaringlar bor. Bu avtosalondagi barcha bonus skidkalarni faqatgina Rustam Avtocentrdan topishingiz mumkin. Biz 1-2 so'm pulli hisobiga kelib reklama qiladigan blogermiz. Shaxsan o'zim shu yerda ishlayman. O'sha sotuv bo'limi xodimiman, ham bloger. Do'stlar, sizlarga barcha yangiliklarni ulashishda davom etamiz do'stlar, kuzatishda davom eting. Dipal G318 modeli bo'ladi. Haqiqiy offroadni C3 akalarga jo'natib qo'yamiz. Soni juda ham kam qolgan. 7 ta yo 8 dona qoldi adashmasam. Bitta quvvatlangan zaryadka polni bak bilan 1200 km masofani bosib o'tadi. Xo'p, qisqacha ma'lumotlarni berib o'taman. Kuzovimiz Toyota'larnikiga o'xshab ramaga joylashgan. Hadovoy chastlari polni purjinkada, mana jaydari qilib aytganda purjinada. Bemalol, hech qanaqa bir politsiyskilarda mana bunaqa jo'skilikni sezmaysiz. Mashina juda ham yumshoq.
5 talik o'rindiqdan iborat, 360 kamera, panorama tom. Balandligini qarang axir. Lekin meni o'zimga mana shunaqa katta bahaybat, o'zim kichkina bo'lsam ham mana shunaqa toychola yoqadi deydi. 08imiz membrangidan ham keldi. Li 7, Li 9larni rasvetkalariga yaqinroq tashqi ko'rinishi. 2026 restyling versiyalari do'stlar. Xo'p. Endi bir boshdan bu yoqdagi modellarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu Glory 330S modelimiz 8 kishilik o'rindiqdan iborat. Bemalol boyagi biznesi bor akalarga, xodimlarni tashish uchun yokida maktab, bog'cha, xususiy maktab, bog'chalar uydan olib ketadigan aka-ukalarimizga, biznesmen akalarga tavsiya qilamiz. Bemalol farzandingizni xavfsiz, bor yo'g'i 1-2 atmosferniy motori bo'ladi. Bu haqida ham qisqacha ma'lumotlarni beramiz zadniy kamerada. Xo'p. 100 kilometrga bor yo'g'i 4,5 litr rasxod qiladigan toychoq mana shu hisoblanadi. Va navbatdagi mashinamiz SVM G03 gibrid modeli. Elektrda, misol uchun 40-50 kilometr yuradigan bo'lsa, 100 kilometrga bor yo'g'i 4,5 litr rasxod qiladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Beston T77 modeli. Bundan naqd 2 yil avval sotuvda mavjud edi. Ushbu toychoqlarimiz $32,000, $30,000 sotilgan mashina naqd pulga. Bularni rastrochkaga hech qachon sotilmagan 77lar. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'sha yig'ilayotgan hisobiga ancha arzonlagan. Narxlarni pastlarda raqamlarni qoldiramiz. Tipa 21 ming atrofi naqd pulga 21-22 ming atrofi chamalab xarid qilsangiz bo'ladi. Bunda ham ключевой достуp, 360 kamera, panoramniy tom, tomlar ochiladi. Mashinamiz oldi privetda. Tashqi ko'rinishiga o'zingizlar bir qator baho berib qo'yasizlar. Va Bestondan yana bir yangilik 100% benzin mashinalar chiqaradi. Hozirgi kunda elektromobilni ham ishlab chiqarishdi. Boshlab yubordi Beston kompaniyasi. Bemalol kelib ushbu toychoqlarimizdan ham xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Beston B70 modeli. Ushbu toychog'imiz ham juda ajoyib chiqqan. Haydovchilari ham juda baquvvat. Bularni har bitta Beston modellarimiz Toyota motorda hisoblanadi. Realni zo'r chiqqan. Endi o'zingizlar ham bir qator baho berib qo'yasizlar. Uzunligi salkam 5 metrga yaqin, eni esa 2 metrga yaqinlashib qoladi do'stlar. Ushbu modelimizda ham 360 kamera, panoramniy lyuk, 1.5 turbina, 169 ta ot kuchiga ega. Bu sedan varianti ishlab chiqarilgan. Bagajiga keladigan bo'lsak, bagajlarimiz liftbek kuzovda ishlab chiqarilgan. Mana har tomonlama zo'r. Xolasiz 1.5, xolasiz 2 turbinasida bemalol mazza qilib sayohatlarga chiqishingiz mumkin do'stlar. Tashqi ko'rinishiga ham orqa tomonlariga bir qator baho berib qo'yasizlar o'zingizlar. Xullas, avtosalondagi nimaiki yangiliklar bo'lsa, sizlar bilan tanishtirib chiqishga harakat qilaman. Bu hozir 1-qavatdagi mashinalarimiz. Xudo xolasa 2-qavatdagi mashinalarimizni ham bir qator sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu Aykar 207 modellarimiz. Xo'p, bu mashina haqida ham qisqacha ma'lumotlarni berib o'taman. Aykar modellarimiz 100% elektromobil mashinalarni ishlab chiqaradi. Subbrend Cherry'ga borib taqaladi. Cherry'da shaxsan O'zbekiston uchun zakaz asosida bizning avtosentr avtosalonimiz tomonidan zakaz asosida ishlab chiqarilgan. Ushbu modelimizda qoplamalari 70% qimmatbaho plastik, ichki qismida esa kuzov, ya'ni rama qismi Boeing samolyotining materiali bilan bir xil alyumin profillardan ishlab chiqarilgan. Mashinamizda kapot, eshiklar o'sha alyumin profildan ishlanganida detaldan. Qolgan joylari, даже mana bu kirlarigacha, bamferlarigacha polniy mana. Даже mana meni vesim 95 kg bo'lsa, bemalol holatini yo'qotmaydigan darajada sifatli plastiklar bilan, ya'ni 2 tonnagacha zarbani yutuvchan xususiyatga ega. Ichidagi alyumin profili nozik bo'lar ekan, mustahkam emas ekan degan akalarga 1 mm hajmini o'zgartirish uchun, 1 mm ga hajmini o'zgartirish uchun 4 tonnagacha kamida zarba kerak bo'ladi do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Aykar 23 Mini Gelik nomini olgan ushbu modelimiz O'zbekistonda уже trendga aylanib ulgurgan modellarimizdan kelib bemalol xolasiz naqd, xolasiz 3 yilgacha halol nasiyaga
xarid qilib ketsanglar bo'ladi do'stlar. Xullas, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan modellarimiz shulardan iborat. Mana barcha yangiliklar bilan tanishtirib o'tdik do'stlar. Hali siz ikkinchi qavatda Honda H5 Restoring, ya'ni o'zim minib yurgan toychog'imdan bor xohlasalar Deepaldi 318 ni ko'rsatib o'tdik. Undan tashqari o'sha 212 T01 BAV M7 modellarimiz sotuvda mavjud do'stlar. Sizlarga mana shu kelayotgan 2026-yilimiz fayzli barakotli bo'lishligini tilab qolamiz do'stlar. Barchangizni yana bir bor Avtocenter avtosalonimizda kutib qolamiz. Salomat bo'linglar do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Bundan buyog'iga boshqacha ishlaymiz. Bonus, skidkalar hammasi sizlar uchun. Qilib berishda charchamaydigan kanal bu. Rustam Avtocenterga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Salomat bo'ling.